Assalomu alaykum onajonlar, qizlar, bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Mana bayramda men ham onajonimga uzuk oldim. Xursand qilaman onamni. Sizlar ham kelib olinglar, bugun 8-marta skidka bo'layotgan ekan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, galdagi sotuvimiz mana shunaqangi chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan komplekt bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishlari juda ham chiroyli, rossiyskiy sifatli tillar tanlab oldilar. Xudo xolasa yaxshi niyatda to'yga olganlar. Bo'lmasam egasini tabrik qilamiz. Siznikimi? Yana komplektimiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham sotildi, xudo xolasa. Rossiyskiy sifatli tillar. Ko'rishingiz mumkin. Sifatga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bayramda xudo xolasa xursandchilikka xarid qilyaptilar. Biz ham xursandchilik qo'shamiz, xudo xolasa. Sizlarimiz, rahmat. Galdagi sotuvimiz esa mana shunaqangi chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan rossiyskiy komplektimiz bo'ldi. Opamizga adashmasam turmush o'rtoqlari bayramga sovg'a qilyaptilar. Xursand qilish maqsadida albatta. Biz ham bayramda mijozlarimizni sovg'asiz qoldirmaymiz. Xursandchilikka yana xursandchilik qo'shish maqsadida buni ham sovg'a qilamiz. Tabriklaymiz. Rahmat. İşlaringizga rivoj. Hamisha ishlaringiz bundan ham rivojlanaversin. Rahmat. Xursandman. Ana to'ylarga taqaymiz. Yana bir klientimiz shunday savdolar, nefrit klonlarni komplekt namoyish etgan. Haftada mana podarkisi bo'sh yubormay turibmiz. Bugun hamma klientni quvontirib yuboramiz. Bayramdan bayramga yetirsin singlim. Omad hammaga sazonlar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishingiz mumkin. Bu albatta galdagi sotuvimiz juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan komplektimiz rossiyskiy sifatli tilla hisoblanadi. Onajonimizga farzandlari sovg'a qildilar. Bizda ham shuni hisobiga yo'l kira pullarini, benzin pullarini, qolaversa obed pullarini qaytib berib, qo'shimchasiga mana shunaqangi sovg'alar bilan onajonimizni xursand qilamiz. Xursandmisiz? Rahmat. Xursandman. Rahmat Yulduzxona. Hammani bayram bilan tabriklayman. Yaxshi, yaxshi chegirmalar bilan berdi. Doim savdolar mo'l bo'laversin. Biz yana qayta kelib oltinni olaverik. Sog' bo'ling. 50 qaladan kelgan mijozimiz.